Bana bugün Navoiy ko'chasida Mavlon shahridagi shu eng katta ko'chalardan birida xalq hashari amalga oshirilmoqda. Bu mahallada 4 ta yo'lma do'z, kosibchilik, xo'japonso hamda baynalminal mahallalar joylashgan. Shuning uchun mana biz Mavloniylar, nuroniylar 80 yosh, 7 yoshdan 70 yoshgacha qatorga chiqdik. Yurtimiz go'zal bo'lsin, viloyatimiz go'zal bo'lsin. Chet eldan kelgan mehmonlarimiz ko'rib yurtimizni havas qilsin. Hozir mana shu obodonchilikni qayerdan boshlashimiz kerak? Har bir oila o'zini xonadondan boshlash kerak. Ana undan keyin ko'chasini obod qilish kerak. Agar xonadon obod bo'lsa, ko'cha obod bo'lsa, mahalla obod bo'ladi. Shahrimizni, viloyatimizni eng go'zal, eng pokiza shaharlarga aylantiramiz. Xonadonlaringizga, ko'chalaringizga mevali daraxtlar, manzarali daraxtlar, bu ko'chatlarni eking. Ko'chalarimizni ozoda tutaylik. Yurtimiz tinch bo'lsin, xalqimiz omon bo'lsin, bunaqangi hasharlar bardavom bo'lsin. Mana bugün boshlangan hasharda shahrimizdagi 7 yoshdan 70 yoshgacha fuqarolarimiz hasharda qatnashyaptiki, ayniqsa bizni quvontirgan narsa har bir xonadon egalari o'zlarining xonadonlarini oldini obod qilish ekani, ko'kalamzorlashtirish ekani, bu quvonarlidir. Shahrimizni bugungi kunda obod qilish, gulzorlarga aylantirish, yashil makonga aylantirish, lolazorlarga aylantirishni maqsad qilib olganmiz.